Mamlakatimizda muhtaram prezidentimiz tomonidan olib borilayotgan korrupsiyaga qarshi sa'y-harakatlarni qo'llab-quvvatlagan holda biz halollik, adolat va ochiqlik tamoyillarini hayotimizning bosh mezoniga aylantirganmiz. Har bir fuqaro, har bir xodim, har bir rahbar o'z faoliyatida mas'uliyatni, vijdonni, halollikni bosh mezon deb bilish kerak. Chunki halol mehnat yurt ravnaqi, xalq ishonchi va kelajak poydevoridir. Korrupsiya esa jamiyat taraqqiyotiga to'siq, inson sha'niga dog' soluvchi illatdir. Korrupsiyaga qarshi kurash bu faqat davlat organlarining emas, balki butun xalqimizning muqaddas burchidir. Shu bois har bir ishda shaffoflikni ta'minlab, halol mehnat madaniyatini yuksaltiramiz. Yosh avlodni poklik va halollik ruhida tarbiyalaymiz. Yurtimizda adolat va qonunni mustahkamlash yo'lida fidokorona xizmat qilamiz.